Bek tumani Gretskiy garadokda sizlarga TTZga yaqin bo'lgan hududda bizga sizlarga do'mma o'rniga variantlardan birini ko'rsatib o'taman. Bu uyimiz +8 sotudan iborat uyimiz hisoblanadi. Общий 4 qavatdan iborat bo'ladi. Ko'rasiz, podvoli birinchi qavatda va ikkinchi qavatda va mansardasi ham qilib ketilgan. Xonasiga keladigan bo'lsak, общий 9 ta xonadan iborat bo'ladi. Bu yerda mashinalar qo'yib qo'yish uchun garaj qilib qo'yilgan va bu yerda kichkinagina izolyoniy zona qilib qo'yishgan. Va bu tomonda bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi va bu tomonimizda bizada ko'cha uchun sanuzel qilib ketgan. Endi qaranglar, sizlarga birinchi qavatdagini srazu ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Shundoq kirganinglarda mana koridorga kirsanglar, ko'rsanglar, juda ham chiroyli qilingan va remontlariga e'tibor bersanglar, bir ham chiroyli qilib ketilgan. Mana bu o'ng tomonimizda bu yerda oshxona qilingan. Oshxonalariga e'tibor bersanglar, qo'tta prostransiya qilingan. Sizlarga bitta ma'lumot aytib o'taman. Bu tomonni ko'pchilik mashina joyini qilinmaydi, chunki bu ham bitta pluslardan biri bo'ladi. Yog'li ovqat qilsanglar, mana koridorda va zallarga polni hid yuqib ketmasligi uchun bu joy qilib ketishgan. Bu ham bitta pluslardan biri. Bu yerda o'ng tomondagi xonani ko'rsanglar, bu yerda mehmonxona qilingan. Mehmonxonasini e'tibor bersanglar, har bitta joyi haqiqatda chiroyli qilib ketilgan. Bu yerda milliycha va Yevropa stili aralashtirilgan stillardan biri qilingan. Ko'rasizmi, bir ham yaxshi qilib ketilgan mehmonlarni kutib oladigan zonasi. Endi keyingi xonalarga sekin-sekinlik bilan o'tib ketamiz. Bu yerda birinchi qavat uchun общий sanuzel qilib ketishgan va bu yerda ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi va podvorga tushib ketadigan zonasi bo'ladi. Hozirlarga bu yerda birinchi qavatda yotoqxonasini ko'rsatib o'taman. Ko'rasiz, bu yerda birinchi qavatda ota-onalar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Ko'rasizmi, haqiqatda yaxshi qilingan. Endi sizlarga ikkinchi qavatini ko'rsatib o'tamiz. Bu ikkinchi qavati bo'ladi va uchinchi qavatga mansardning zonaga chiqib ketadigan zonasi. Va hozirlarga ikkinchi qavatini kichkinagina obzor qilib beraman. Bu tomonda детский spalnya qilib ketilgan, ko'ryapsiz. Va bu tomonimizda yana bitta ota-onalar uchun yotoqxona yoki katta farzandinglar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladigan joyi. Radiatorlargacha tashab ketilgan. Endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu tomonda bu yerda ham bitta kichkinagina детский spalnya qilib qo'yilgan, haqiqatda chiroyli qilib qo'yilgan. Va bu tomonimizda ikkinchi qavat uchun общий sanuzel qilib ketgan. Endi sizlarga mansardasini ko'rsatib o'taman. Bizning 3-qavatda bo'ladi mansardning zonasi va ko'rsanglar bu tomonda bu yerda lyustralargacha qilib ketgan. Bu yerda endi sanuzel qilib qo'yilgan. 3-qavat uchun alohida bu yerda sanuzel qilib qo'yishgan. Bu yerda kattagina prostransiya hol qilib qo'yilgan. Ko'rsanglar, bitta kattagina hol qilingan. Bu yerda kino ko'rib o'tiradigan zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladigan joyi. Va bu yerda yana bitta yotoqxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Farzandinglar uchun yotoqxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladigan joyi. Va bu yerda xuddi o'shanaqa yana bitta yotoqxona qilib ketishgan. Endi sizlarga podvolini ko'rsatib o'tamiz. Uyimizning podvol qismi bo'ladi. Podvol qismida bu yerda отопление tizimi qilib ketilgan, uyimiz yuragi bo'lgan va bu yerda kattagina prostransiya qilib ketilgan. Uyimiz tagiga shunday seli podvol qilib ketishgan. Endi ko'rdinglar, o'zinglarning ko'zinglar bilan bu uyni. Endi to'g'risini aytaman sizlarga, bu narxda, bunaqa TTZda, bunaqa atrofda va bunaqa Mirzo-Ulug'bekda kamdan kam chiqib qoladi bunaqa uylar. Endi sizlarga narxini aytaman. Narxi 250 ming dollar deb aytilyapti. Pastda telefon nomerni qoldirganman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, bu uyni o'zinglarning ko'zinglar bilan ko'rib, xarid qilsanglar bo'ladigan joyi bo'lib turibdi. Men o'zim o'ylashim bo'yicha do'mma o'rniga bitta variant sizlarga xohlasanglar do'mma tanlaylar, xohlasanglar bu uchastkani tanlaylar. Rahmat hammaga.